Toyota Prado 150 Italyani вообще shkalat narxga qo'yamiz. Tomchi farali 2016-yil 200 ming probeg, полный body kitlarda va night paket и полный kuzov kraskasi toza, blesk bo'lishiga faqat lak sepilgan deyaptilar. Mana shunaqa. Nimaga bu yangi deb turibdi desa, bitta полный lak sepilgan deyaptilar. Keyin kojiniy sidenali, 6 ta korobkali va lyukli. Ular ham anatomisk Android monitorlargacha bor. Korobka 6 talik, ko'pida 4 talik bo'ladi deyaptilar. 2.7 motor. Narxi o'xshamas. 2016 200 ming yurgan. Srochniga udar-pudar yo'q, kraskasi toza, ya'ni lak sepilgan. Kraska deyiladimi, kim biladi. Srochniga 34 mingga baraka qo'yarsiz bo'ladi. Yili ham 2016 200 ming probeg yo'lovchi narsa emas. O'lmas kashshe apparatlardan. Toyota Prado 150 tali tomchi faraliga bosvor, yomon deydi, yomon chiroyli bo'lib turibdi. Bitta kelib ko'rsangiz ham o'zingiz ham aytasiz.